Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana tovuq uchun kataylar zakaz qilganlar uchun mana tovuq katay yasashni boshladik. Albatta bu zakaz uchun yana kimga shunaqa tovuq kataylar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana soat 12:30 bo'lishiga qaramasdan katay yasash jarayoni davom etmoqda. Mana eshiklari old tarafida bo'lyapti. Endi g'ijir-g'ijirlashlarga moy qo'yib beramiz. Nechiga usta aka bu? 1,5 ga 1 razmerimiz, balandligi ham 1. Yerdan ko'tarilish 15 sm. Taxtalarga mo'ljallab beramiz. Tepalari hamma tarafi setka bo'ladi. Setka bo'ladi, aylanasi setka bo'ladi. Ertaga xudo xolasa bitgan holatini kanalga joylaymiz. Kuzatib boringlar. Instagram va Telegramlarda bizni kuzatib boringlar.